O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi Roboxon Anvarovna Mahmudovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi 1-qismi, 182-moddasi 1-qismi 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. 1966-yil 1-dekabrda tug'ilgan. Telefon 91 36 35 54. Farg'ona shahar Munis ko'chasi 53-uyda yashovchi Ortiqov To'lqinjon Erkinovichdan. Ariza. Hurmatli Roboxon Anvarovna, men Ortiqov To'lqinjon ruhiy sog'lomman. Ruhiy va narkologik kasalxonalarda ro'yxatda turmayman va har bir aytgan gapimga javob berishga tayyorman. Men bir narsani aniq bilaman, 1999-yillarda o'rmonga o't ketsa, ho'l quruq yongan. O'sha paytda kuch ishlatar tashkilotlar, ya'ni Farg'ona viloyati SMB, Farg'ona viloyati IB, Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan meni urib, qiynoqqa solib, majburlab bo'ynimga qo'yib qamagan. Lekin hozir u zamonlar o'tib ketdi. Men Ortiqov To'lqinjon Erkinovich, sizning nomingizga murojaat qilishimdan maqsad shuki, meni jinoyat ishim O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati taftish instansiyasi 2024-yil 23-avgust kuni sud majlisida nomigina ishni ko'rib, meni biron bir vajlarimni tekshirmasdan va huquqiy baho bermasdan ajrim chiqarish bilan cheklangan. Men Ortiqov bu sudning ajrimidan norozi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi qabuliga 2 yil davomida kira olmayapman. Bu qabulga kirishimga O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining boshqarma boshlig'i S. Xidirov tomonidan ochiqdan ochiq to'sqinlik qilib, turli xil javob ko'rinishidagi tushunarsiz xatlari berib, vaqtni cho'zib kelmoqda. Oxirgi marotaba 2026-yil 9-iyun kuni notanish operator telefon orqali video ko'rinishda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining boshqarma boshlig'i S. Xidirov bilan muloqot qilganimda, u menga nomimga ariza yozing. Men sizni qabulga birinchi bo'lib kiritaman deb va'da bergan. 2026-yil 16-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining boshqarma boshlig'i S. Xidirov aytganidek, uni nomiga pochta orqali jo'natganman. Men qabulga kirishga yozgan bo'lsam-da, biroq O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi sudyasi Samsudinova, S. Ergashev, J. Turdimurodovlar tomonidan Oliy sud raisining o'rniga o'zlari javob berishib, meni inson huquqlarimni, konstitutsion huquqlarimni ochiqdan ochiq buzishgan. Oxirgi marotaba 2026-yil 26-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining boshqarma boshlig'i S. Xidirov tomonidan javob xati kelgan bo'lib, u menga rais bilan uchrashtirish o'rniga meni aldab, 2026-yil 9-iyun kuni rahbariyat bilan uchrashganligim haqida tuhmat qilmoqda. Shundan keyin ham men bir necha marotaba O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qabulxonasi Farg'ona viloyat mutaxassisi Nomonjon aka orqali O'zbekiston Oliy sudi raisi qabuliga jinoyat ishidagi barcha hujjatlarni taqdim qilgan bo'lsam-da, 2026-yil 4-iyul kuni 13-05-26-59-401 raqam bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining boshqarma boshlig'i S. Xidirov tomonidan qabul o'rniga O'zbekiston Respublikasidagi qonunlarni ochiqdan ochiq mensimasdan 4 marotaba bir xil mazmunda javob xati berish bilan cheklanmoqda. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan sudlarda adolat va haqiqatni qaror toptirish uchun barcha vositalardan foydalanish, sudlanuvchining barcha vajlarini tekshirib, qonuniy to'xtamga kelish haqida bir necha marotaba aytishgan bo'lsa-da, shu kungacha sudlar tomonidan men keltirayotgan vajlarimni umuman tekshirgani yo'q. Oliy sud raisi bilan uchrashay desam, yo'l berishmayapti. Bu qachongacha davom etadi? Barcha vajlarini tekshirish o'rniga 4 qator javob xati berish bilan cheklanishyapti. Birinchi,
Meni aybimni isbotlovchi vosita sifatida sud daktiloskopik ekspertizasi asos qilib olgan. Unda yozilishicha, puldagi qo'qinlar meni barmog'imdan chiqmagan, balkim peshonamdan chiqqan. Meni sudda meni majburlab peshonamga tekizishgan deb aytib kelyapman, lekin hech kim bu holatni tekshirmayapti. Ikkinchi, jabrlanuvchi Soliyev Farhodni umuman tanimayman va avval biron marotaba ko'rmaganman. U bilan menga qarshi bo'ladigan audio yozib ham yo'q. Lekin kuch ishlatar tashkilotlar menga qarshi ariza olishgan. Meni tanimasa va avval ko'rmagan bo'lsa, qanday qilib ariza yozib menga chora ko'rishligini aytishi mumkin? Uchinchi, jinoyat ishi ichidagi ayblov bo'yicha solyarka mahsuloti emas, balkim suv bo'lganligi haqida bayonnoma ham bor. Lekin hech kim bu holatga e'tibor ham bergani yo'q. Takrorlayman. Birinchi, meni aybimni isbotlovchi vosita sifatida sud daktiloskopik ekspertizasi asos qilib olgan. Unda yozilishicha, puldagi qo'qinlar meni barmog'imdan chiqmagan, balkim peshonamdan chiqqan. Men sudda meni majburlab peshonamga tekizishgan deb aytib kelyapman, lekin hech kim bu holatni tekshirmayapti. Ikkinchi, jabrlanuvchi Soliyev Farhodni umuman tanimayman va avval biron marotaba ko'rmaganman. U bilan menga qarshi bo'ladigan audio yozuv ham yo'q. Lekin kuch ishlatar tashkilotlar menga qarshi ariza olishgan. Meni tanimasa va avval ko'rmagan bo'lsa, qanday qilib ariza yozib menga chora ko'rishligini aytishi mumkin? Uchinchi, jinoyat ishi ichida ayblov bo'yicha solyarka mahsuloti emas, balkim suv bo'lganligi haqida bayonnoma ham bor. Lekin hech kim bu holatga e'tibor ham bergani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 463-moddasiga ko'ra, ayblov hukmi taxminlarga asoslangan bo'lishi mumkin emasligi va faqat sudlanuvchining jinoyat sodir etishda aybli ekanligi sud muhokamasida davom isbot qilingan taqdirdagina chiqarilishi, ayblov hukmiga jinoyat sodir etilishining ish bo'yicha barcha mumkin bo'lgan holatlarni tekshirish, ish materiallarida ma'lum bo'lib qolgan barcha kam-ko'stni to'ldirish, yuzaga kelgan hamma shubha, gumon va qarama-qarshiliklarga barham berishi natijasida yig'ilgan ishonchli dalillargina asos qilib olishi lozimligini shundan kelib chiqib, sudlanuvchi tomonidan tergovda yoki sudda aybini bo'yniga olish holati, u ish bo'yicha to'plangan sudda tekshirilgan boshqa dalillar bilan xolisona isbotlangan taqdirdagina ayblov hukmi chiqarishiga asos bo'ladi deb ko'rsatilgan. Biroq sud ushbu ishni ko'rishda yuqorida qayd etilgan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining qonuni va plenum qarori talablariga rioya qilmagan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sud hukmi to'g'risidagi 2014-yil 23-maydagi 7-sonli qarorining 4-bandida ish bo'yicha hukm materiallarida ma'lum bo'lib qolgan barcha kamchiliklar to'ldirilgandan keyingina chiqarilishi mumkinligi, ish bo'yicha isbotlanishi lozim bo'lgan barcha holatlar sinchkovlik bilan har tomonlama to'la va xolisona tekshirib chiqilishi kerakligi, sudlanuvchi jinoyat sodir qilganligini ham fosh qiladigan, ham oqlaydigan har bir dalillar Jinoyat protsessual kodeksining 95-moddasiga muvofiq ishga aloqadorligi, maqbulligi va ishonchligini nuqtai nazaridan baholanishligi lozim deb ko'rsatilgan. Hurmatli Robiyaxon Anvarovna, men sizning qabulingizga zudlik bilan kirmoqchiman. To'g'ri, bu ish oson bo'lmaydi, lekin men o'zimni aybsizligimni sizga isbotlayman.